Assalamu alaikum ve rahmetullahi ve berekatuhu. Qadirlik Facebook'taki dünyanın her qaysi çaylarıdaki qarindaşlarım. Hammalarınki muşu vakti ve bunun keyinki vakti hayırlık olsun. Ben Abdülaziz Beştoğrak İstanbul'dan sizlerge Allah'ınki cennet salamı bolgan. Assalamu alaikum ve rahmetullahi ve berekatuhu degan salam bilan bugünkü dersimizni başlamalımız qadirlik qarindaşlar. Bugünkü dersimiz İmamlar ve Sultanlardan 3. Facebook Kur'an 3. halkımız. Bunun da asasen hilafet ve seltenet. Seltenetin tarihi, ark görünüşü, nübüvvet ve seltenet diyen mezmununu birlikte ürünümüz. Nübüvvet ve seltenet. Ebu Fazıl, ciyanının selteneti ne kadar çoğuyup ketken ha? Vay senin halınga. O seltenet emez, nübüvvet. Bu diyalog netçimin kişinin bu diyalog nerede çıkırken? İbn-i Hişam Tabakat diyen eserde çıkırken İbn-i Hişam Es-Siretul Nebeviyye diyen bölümde. Bu diyalog netçimin kişilik İslam koşununun Mekke çigresinin şehirge kirişini küzütüvatkan iki kişi oturusu da bolgan bulup bu adlı bir diyalog emez idi. Bu farklı iki dünya kardeşinin okşaş bir vakıya, okşaş bir vakitte belgen bahasının misali idi. Başka çıkılıp etkanda igi boğan güç bilen 20 neçe yıllık küreşinin neticesinde Mekke'den ibaret Tunci ve en ahırkı kal'asini kolunun birip koygan güç arasındaki siyaset felsefesinin okşaşmasının delili idi. Gerçi bu iki şahıs okşaş bir hadisini küzetken bolsumu, ama körgellerini bir-biriga bütünley zıt bolgan farklı köz qarash bilen ifade attı. Yani nübüvvet ve seltenet. Mekke'ye vekillik kılgıçı düşünce vakalikte dünya ve küç noktasının bağlagan idi. O birbiriga can düşman. Özüge has kımmet qaraşqa ega bunca kabillerini bir itiqad yani tevhid, bir lider yani Resul, bir şuar yani Allahu Ekber etrafında birleştirgen amil. Fakat zoravallık ve dünyavi küçük tayangan seltenet bolsa kerek dep qarıgan idi. Medine'ye vekillik kılgıçı mantiqinince mushundaq bir veyran kılgıçı güç kuvvet bilen yıllarca üzünü ve dinge kargılaç cahillik bilen karışıkkan insanların ilkideki en çoğun karargahini feth kılan bir kuşun kumandanının sultanlığa ve padişahlığa layık tentene ve iftihar bilen emez, eksice hemdusana ve şükür kılış mecburiyeti boğan Rabbinin ve Rabbinin nimeti aldığı ilgilgen halda beşi tügüsünün lokusuğa tegip kağıdak derecede kemterlik ve toprak gibi küçük peyillik bilen kişilerinin aldığını ütüp seltenet emez nübüvvet tikerlikini namayen kılvatkan idi. Her ast esri saadetki küreş gerçi bir gerçi birisi batıl boğan bozmam iki farklı itikat oturusu küreş miydi? Müminler bilen müşrikler arasındaki tarihi küreşni bir itikat kürüşü dep qarayalamdık. Bu suallara doğru cevap tepişimiz için bir qancha vaqalarni qaytadan eslab o'tishimizga to'g'ri keldi. Ebu Lahab Resulullah'tan sordu. Men iman etsam, manga nima bor? Barliq müminlarga nima bo'lsa, sanamo shuba deb javob berdi Resulullah. Ebu Lahab meni boshqalar bilan o'xshash ko'rgan din bo'lmay ketsin dedi. Kurtubi tefsir den aptiken bunu. Müşrik Mekke cemiyetinin kattılarından boğan Ebu Lahab'ның kaygısı yukarı dökürülgendek şirik akidesine qoğdaş emas idi. Adil İslam kanunu aldığı imtiyazlı igi buluvaliş üçün köp gündüzde elim setim kılgandek bazarlık kılıvatattı. Uluhiyet ve rububiyetke küçünün beriçe karşı çıkışının mu asaslık sebepleri bu idi. Bildi ki Rab bir, ilah bir bolsa barlık imtiyazlarından quruq qalattı. Ularning buncha tirkishib ketishimi bu sebepten idi.
Hammani bilgich Allohdir. Ammo bu imtiyoz qabul qilingan bo'lsa, Rasulullohning da'vatiga qarshi turayotganlarning nurg'unlari da'vatni qabul qilishi mumkin edi. Mushriklarning kattavishi Abu Jahilmo mushuning o'xshabroq ketadigan bir tushunchaga ega edi. Bir kuni Hazrati Ali bilan uchrashib qolganda, "Tag'angning o'g'li rost gap qilyotidi" degan va ikki qabila orasidagi raqobatni uzun tilga olgandan keyin, "Mana endi Hisham o'g'illari bir rasul chiqaribdi. Biz endi rasulni qayerdan topamiz?" degan edi. Abu Lahabning dardi imtiyoz, Abu Jahlning dardi bo'lsa asabiyat, qabila ustunligi edi. Yuqoridagi bayonda ma'lum bo'lgandek, ularning yanala dinni himoya qilish dardi yo'q edi. Mushriklarning e'tiqodni qo'g'dash maqsadi bilan harakat qilmaganligi ma'lum. Faqatla jamiyatdagi ijtimoiy o'rnida o'zgarish bo'lib, burunqi imtiyozlaridan, zulm imkoniyatidan ayrilib qolishdan, saltanatlarining og'dirilishidan, asabiyat, ya'ni qabila, jamoat ustunliklariga daz ketishidan qo'rqatdi. Buni moddalarga ayırsak, tuvandagidek 3 moddaga ayirish mumkin. Birinchi saltanat. Buningga barliq manfaat va imtiyozlari kirib ketadi. Birincisini saltanat dedik qarindoshlar. Saltanat buningga barliq manfaat va imtiyozlari kirib ketadi. Ikkinchi asabiyat. Bu shaxsdan boshlab irqchilikqa suzilgan bir zanjir ishida keraksiz urush va to'kilgan qonlar badaliga davom qilg'uzilatdi. Uchinchi ajdodlar izidan menish, ajdodlar yo'lini ching tutish. Bu asabiyatlarining bir parchasi bo'lib, dinlashib ketgan bir tarix edi. Ular şirik aqidini tanlamadı. Biroq ajdodlari mangan yo'lga ergashdi. Ularga Allah nazil qilgan dinga ergishinglar deyilsa, yo'q. Ata-bobolarimizdan qolgan yo'ldan mangamiz deyishidi. Ata-bobolari hech narsani tushunmagan, to'g'ri yo'lni topolmagan bo'lsa-mo, ata-bobolarining yo'liga ergishamdi. Baqara 170-oyat. Ata-bobolarimiz tutgan yo'l bizga yetadi deyishdi. Maida 104-oyat. Ular birer yomon ishni qilgan chaqlarida ata-bobomizning mushunda qilganligini ko'rgan edik. Allah bizni shunda qilishga buyurgan deydi. Allah yomonlikni buyurmaydi degin. O'zingni bilmaydigan narsalarni Allohga nisbat berib, yolg'on aytamsizlar. Arab 28-oyat. Agar ata-bobolari boshqa bir yo'lda bo'lgan bo'lsa edi, u yo'lda mangan bo'ladi. Ya'ni yuqorida ma'lum bo'lgandek din qo'shtirnoqchida bu qatordan o'rin olmagan. Bir yil biz sening ilohingga sana o'xshash ibodat qilayli, bir yil sen bizning ilohimizga bizga o'xshash ibodat qil. Mayli haq yoki botil bo'lsin, e'tiqodida mustahkam turadigan va samimiy bo'lganlar sizcha mushundoq talab qo'yami? O zamanlarda hozirgidek yashash bilan ishinish orasida hang paydo bo'lmagan bo'lib, o vaqtda cho'qinish, ishinish va yashashni birlikda ifoda qiladi. Bu e'tiqodida mustahkam turadiganlar birdigan taklif emas edi. Bu taklifga javobni Rasululloh emas, Kafirun surasi bilan sizlarning dininglar o'zinglar uchun, mening dinimmo o'zim uchun degan deb Alloh bergan edi. Cahiliyet afsunakları e'tiqodiga o kadar pervasizlik bilan muomala qiladiki, bu teklifga bozorlik qilib o'z arzulariga ega bo'lish uchun ilohlariga ibodat qilish muddatini o'z oldiga nihoyat az bir muddat, yilda bir oy bo'lsin ibodat qilishga tushirgan edi. Bu taklif e'tiqod qilganligini da'vo qilgan bir kishi uchun nomus edi. Bu ahvalda müşriklarning musulmonlarga qarshi qilgan urushlarini yuraklik holda batil bo'lgan taqdirdimi e'tiqodini qo'g'dash uchun elib berilgan urush deyolmaymiz. Tarix bo'yicha müşriklar eng ko'p aqida qilgan narsa
menfaat ve saltanatları idi. Saltanatlariga birer ziyon ilib keldiganligiga ishongan har qanday bir haqiqatni mayli u ilohiy yoki bashariy manbadan kelgan bo'lsin, yer bilan yakson qilishga tirishgan edi. Bundaq ahvollarda eng rahimsizlik bilan zulm qilishdan yanmagan edi. Rasululloh odatdagi bir insondek yeb-ichib, jamiyatidagi kishilardek yashash bilan faxrlanadi. Oldida titrab turgan bir badaviyga nimaga buncha titraysan deyish orqali Qaysar yoki Kisroga o'xshash saltanat egisi emas, onunga o'xshash odatdagi bir kishi ekanligini ta'kidlagan edi. Nihoyat astoydillik bilan ijro qilgan qonun, ya'ni shariatning ustunligi prinsipiga qat'iy amal qilgan edi. Men kimni haq urgan bo'lsam, mana oldinglarda turibdiman, kelib urib olsin deb haqqini talab qilgan Uqqosha raziyallohu anhuga qani haqqini elib olgan degudek darajada qonunga rioya qiladi. Buxoriy naql qilgan bir rivoyatda, agar o'g'irlik qilguvchi Muhammadning qizi Fatima bo'lgan taqdirdami, Alloh bilan qasamki, Muhammad uning qo'lini kesgan bo'ladi degan edi. Ibn Hajaz Fathul Bari degan kitobdan hadis numari 6788 debdi qadrli qarindoshlar. Rashid ve Murshid xalifalarning bu qonunning ustunligi prinsipiga nihoyat ko'ngil bo'lgan. Bu nuqtada hargizmi yo'l qo'ymagan, ayrimichilik qilmagan edi. Bu o'rnaklarning o'xshashi tarixda islomdan boshqa bir tuzumda ko'rilib boqmadi ve buningdan keyinmi bo'lib boqmaydigan o'rnaklar edi. İsmi ve yoki jismi nima bo'lishidan qat'iy nazar, barcha insoniy sistemalarda mayli ko'p sonliqning irodasiga vakillik qiladigan bo'lsin ve yoki boshqa bo'lsin, qonun imtiyoz bergan bir sinf muhakkak mevcut bo'lib keldi. Günümüzde ko'p sonliqning irodasiga vakillik qiladiganligini da'vo qilgan meclislerning ve meclisler tayangan kuch merkezlerining ahvoli bunun en ro'shan o'rnikidir. Demokratiyadagi qonunning ustunligi qo'shtirnoq ichida aldamchiligini Angliyada umumlashgan şu satirik so'zlar nihoyat jonliq ifodalab berdi. Hamma kishi barobardir, xonish texmo shundoq. Qonunning ustunligi nuqtasida qaysi sistemining tariximizdagi yüzü yo'ruq batlariga o'xshagan birer bet bordi. Qadrli qarindoshlar, endi xalifilik ve saltanat degan mazmunni inshaalloh ayatda birlikte o'qiydiganmiz, jinim do'stlar. Anda olsa bugungi imomlar ve sultanlar degan kitobdan o'qishimiz mushunchalik bo'ladi. 13 minut o'qibdimiz. Allohning o'ziga omonat bo'linglar. Assalomu alaykum ve rahmatullohi ve berekatuhu.